Blonddan 5 qoshiq, oksiddan 10 qoshiq 1 ga 2 nisbatda qilib aralashtirib olamiz. 9% oksid ishlatdim. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Fen yordamida kalta sochlarimizni ajratib oldik. Endi esa kraskamizni surishni boshlaymiz. Blondimizni ayamasdan ko'proq surtamiz. Xuddi shu uslubda ikkinchi qatorimizni tushirib olamiz. Boshimizni orqa qismini bu shaklda tushirib oldik. Endi tepa qismini esa bitta falga tushiramiz. Oldi qismini ham kalta sochlarni ajratib oldik. Ishimizning birinchi bosqichi ham tugadi. Blondni sochimizda 30 daqiqa ushladik. Sochlarimizni ochartirib oldik. Endi tayyorgarlik qilamiz. 4-2-0 kraskamizni yarim sachesini ishlatamiz. Sochlarimizni ildiz qismiga 3 santimetrlar surtib chiqamiz. 701 kraskamizdan ikkita sashe solamiz. 673 kraskamizdan bitta sashe solamiz. Ekler shampuyimizdan ozgina solamiz. Va kraskamizni yaxshilab aralashtiramiz. Qolgan sochimizni uzunligiga kraskamizni surib chiqamiz. Kraskani surib bo'lgandan keyin sochimizda 15 daqiqa ushladik.